Assalamu alaikum. What's up, fellas? Mana keyingi videolavhamizga ham yetib keldik. Keyingisi endi mana shu nuqtadan boshlab birma-bir bo'lgan muhim voqeliklarni aynan o'sha 1890 dan boshlab to Mao Zedongning davridagi hukmronlik davridagi voqea hodisalar va to Xi Jinping hozirgi prezidenti, hozirgi partiya rahbari davrigacha bo'lgan eng muhim voqealarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Iloji boricha albatta hammasini ham ko'rishga ulgurmaymiz, lekin keraklilarini tushunib olish uchun ma'lum bir background information, ya'ni ma'lum bir tushunchalarni ko'z oldimizga keltirib olish uchun kerak bo'ladigan voqealarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Buning birinchisi men to'xtalib o'tgan bo'lardim. Lushan Conference deydi. 1959-yilda bo'lib o'tgan. Lushan Conference'da nima bo'lgan? Mao Zedongning juda ko'p qirg'in siyosatlarini olib borgan, uni qabul qilib olgan qarorlar orqasidan juda ko'p insonlar aziyat chekib va vafot etib, ko'p millionlab insonlarni qirib yuborgan qarorlarning asoratidan keyingi voqea hodisalar, ya'ni o'sha davrdagi bo'lgan burilish nuqtadagi voqealarni ko'rib chiqishdagi birinchisi bu 59-yildagi Lushan Conference. Mao Zedongni harbiy vaziri Peng Dehuai Mao bilan bir safda bo'lib juda ko'p qurollarda, juda ko'p urushlarda va to'qnashuvlarda yelkama-yelka kelgan eng ishonarli bo'lgan lavozimlaridan biri bo'lgan. U jiddiy ishongan mana shu insonga va o'zini ishongani bilan birga unga xuddi shunday g'oyaviy tushunchasi bo'lganki, hamma unga qarshi ham bo'la oladi bir vaqtning o'zida. Ya'ni u o'zining hokimiyatini, ya'ni o'tirgan stolini kimdir qimirlatishni ham xohlamagan, tebratishini. Aynan mana shu vaqtda Maoning o'zini yordamchisi bo'ladi. Maoning o'zini yordamchisi bu ishongani qurolli kuchlar vaziri o'sha davrda 59-yilda Mao qabul qilgan qarori siyosati Great Leap Forward, ya'ni o'sha juda katta ocharchilikka sabab bo'lgan siyosatida, ya'ni hamma bu o'sha kollektivizmga keladi. Ya'ni bu siyosat aynan Sovet davrida o'sha Ukrainadagi Golodomorga, ocharchilikga, Qozog'istondagi ocharchilikka sabab bo'lgan va juda ko'p odamlar vafot etgan aynan o'sha davrlarda ham o'sha ocharchiliklarga sabab bo'lgan Xitoyning o'zidagi aynan mana shu siyosati Peng Dehuai bir so'z bilan aytganda yopiq majlislarda orqasidan tanqid qiladi. Aynan mana shu tanqidni bu o'ziga qarshi kuch deb hisoblaydi va aynan o'shandan keyin Peng Dehuai o'zining o'tirib egallab turgan hokimiyatiga juda katta xavf deb hisoblaydi va aynan o'sha nuqtadan boshlab aynan mana shu siyosatga kim qarshilik bo'lsa, farqi yo'q kim bo'lishligi, hammani yo'ldan olishga, birma-bir olib borishga harakat qiladi. Va o'sha bu holat uning bu qilgan kritikasi, ya'ni shu Great Leap Forwardning qilgan juda ko'p qirg'in barodlar yoki insonlarning o'limiga sabab bo'lishligini olib chiqqan mana shu tanqid unga qarshi xizmat qilishligini bilib juda ko'p repressiyalarni boshlab yuboradi o'sha davrda.